O'tgan haftada yuksak saviyada o'tkazilgan 5-xalqaro investitsiya forumi doirasida 43 milliard dollarlik 177 ta kelishuvlarga erishildi. Barcha rahbarlar yaxshilab eshitib olsin, har bir kelishuv loyihaga, ish o'ringa yuqori qo'shilgan qiymatga aylanishi zarur. Abdullayev Qudratov bir haftada 177 ta loyihani yagona milliy loyiha boshqaruvi elektron platformasiga kiritib, har bir bosqichi bo'yicha qadamma-qadam monitoring o'rnatib, har oyda prezidentga ma'lumot olib kirish kerak. Xadjayev, Ergashev tarmoq rahbarlari, hokimlar har bir loyihani, har bir bosqichini vaqtda bajarishga javob beradi. Xadjayev, Qo'chqorov, Ergashev 10 kundan kechiktirmasdan xorijiy investorlar ko'targan 120 ta taklifni yechimi bo'yicha qaror kiritish kerak. So'nggi 5 yilda yurtimizga kiritilgan jami investitsiya yarmi 4 ta hududga to'g'ri kelyapti. Toshkent shahri 21%, Toshkent viloyati 13%, Buxoroda 8.7%, Namanganda 7.2%. Lekin jalb qilingan sarmoyani iqtisodiyotga qaytimi bo'yicha hududlar o'rtasidagi tafovut katta. Masalan, 1 million so'mlik investitsiya Farg'onani Yalpi hududi mahsulotiga qo'shimcha 273 ming so'mlik, Samarqandda 262 ming so'mlik qo'shilgan qiymat beryapti. Lekin Buxoroda bu atigi 117 ming so'm, ya'ni investitsiya samarasi boshqa hududlardan 2 karra past. Topshiriqdan keyin Yalpi hududi mahsulot qanday hisoblanishi, qaysi omillar iqtisodiyot hajmini ko'paytirishga katta ta'sir ko'rsatishini oddiy tilda raqamlar bilan tushuntiradigan metodika qilib hamma hokimlarga yetkazdik. Hokimlar qo'liga qalam olib, qaysi tumanda, qaysi tarmoqni qanday rivojlantirish, nima loyihaga investitsiya olib kelsa, eng yuqori samaradorlikka erishishni aniq hisob-kitob qilishi kerak.